Shu bank bo'yicha nima masalalar bo'yicha gaplashib olamiz. Asosan mahalla va chiqadigan kreditlar, bular ajratish, bunda kelib chiqayotgan muammolar, sizlar qiynayotgan nima masalalar bo'lsa yozib olib, yechim bormi hozir joyida yechamiz. Birayam masalalar bor, masalalar ham bo'lsa, ular yozib olib yechimni aytamiz. Shunday nima masalalar bo'lsa qo'lni ko'tarib yozilsa shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men o'zim Ko'lcho'dir mahallasida yashayman. Bahorson Ko'lcho'dir mahallasida 35 million kredit yozildi. To'xtang. Ko'lcho'dir mahallasi, Ko'lcho'dir mahallasi. Siz familiyangiz? Ergashev Og'abek Odiljonovich. Og'abek Odiljonovich. 35 million nima yo'nalishda olmoqchisiz? Mol etish. O'zingizdan yetishibdingizmi? Shunday. Hujjatlar topshirdingiz. Hujjat topshirdik. Mahalla banklari o'rgandi joyida, shu yerda. Bitirmasida shu narsa cho'zilyapti. Hozir yo'ldan chiqqandan keyin chiqarib kirasiz. Alohida ishlab masalangizni joyida ko'ramiz.